Xo'p, bolalar, bu Kylian Mbappe, Real Madrid futbolchisi Kylian Mbappe mujikmas ekan, chort ekan-ku. Shuni sharhlovchilar gapirib chiqdimi, O'zbekistondagi sharhlovchilar? O'yindan keyin Xabi Alonso, Real Madrid bosh murabbiyi, futbolchilarga kelinglar, Barselona chempion bo'ldi, ularga koridor bo'lib, ikkita qator bo'lib turib beraylik deb chaqirganda futbolchilar Mbappe devordi-ku trenerga. Rodrigo ham bordi o'sha joyda. O'zi вообще Xabi Alonso Realdan ketgandan keyin men Real Madridga murabbiy bo'lganimda Detsat bolalar bog'chasiga kelganimni bilmagan edim deb kecha intervyu beribdi. O'shani ham gapirdimi? O'zbekistondagi futbol sharhlovchilari sizlargachi o'zi bitta yaxshi ideya bor. O'yindan keyin Barselona futbolchilari ikki qator bo'lib, ikkinchi o'rinni olgan, yutqazgan Real Madrid futbolchilarini kuzatib qo'ygan paytda bor kumush medallaring bilan tog'orangni olgin bor deb ikkita qator bo'lib turdi-ku Barsa futbolchilari. O'sha paytda Yamal orqaroqda suv ichib turgan. Real Madrid futbolchilari bittasiga ham qo'l bermagan. O'shani tema qilib chiqinglar, sizlarga yarashadi. Mana Yamal bir tenga olmayapti, Yamal kibir ekan, mana ko'rib qo'yinglar deylar. Oldiga bechora Dani Carvajal bor-ku, o'sha keldida Yamalga bo'ldi endi ukam o'tgan ishlagan u uzr o'tib ketdi, hammasi unut degan payt qaramadi ham Carvajalga. Umuman mensiman Real futbolchilar. O'shani tema qilinglar, sizlarga yarashadi O'zbekistondagi futbol sharhlovchilari. Sizlar Real Madrid muxlislarga yoqadigan gaplarni gapirish bo'yicha biring olib, biring qo'yib talashib tortishib kimnidir yomonlashing kerak-ku. Mana sizlarga shans. Yamal haqida gapiringlar. Sizlarga mana shu tema, uyga vazifa, davay tez-tez videolarni qo'yinglar, ko'raylik. Bor komment ham yozamiz, like bosib beramiz. Sizlarga shu like kerak-ku.